Aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash bugun viloyatimizning barcha hududlarida tizimli ravishda amalga oshirilmoqda. Bu borada olib borilayotgan chora-tadbirlar aholining kuz-qish mavsumini betalofat o'tkazishga xizmat qiladi. Xususan, mazkur amaliy ishlar Ishtixon tumanida ham uyushqoqlik bilan tashkil etilyapti. Ishtixon tuman gaz ta'minoti bo'limi xodimlari tomonidan ayni kunlarda tumandagi tabiiy gazga moslashgan mahallalarda quvurlar tartibga keltirilmoqda. Yer osti tarmoqlar nosoz joylar bartaraf etilib, kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ishlari olib borilyapti. Ayniqsa gaz taqsimlash qurilmalarini sozlash, xavfsizlik talablariga muvofiq shay holatga keltirish ishlari jadallik bilan amalga oshirilmoqda. Bu esa aholining xonadonlariga tabiiy gazni uzluksiz yetib borishini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda 22 ta mahallada tabiiy gaz bilan ta'minlanib kelmoqda. Ishtixon tumani hamda 35 ta mahalla suyuq gaz bilan. Tabiiy gaz ta'minotimizda 11.448 ta aholi xonadoni hamda 140 ta ulgurji iste'molchilar mavjud bo'lib, ularni 2 ta GRESdan gaz bilan ta'minlab kelmoqda biz. Bundan tashqari kuz-qish mavsumiga aholi xonadonlarini hamda ijtimoiy sohalarni bir me'yorda ta'minlash maqsadida bir qator ishlarni amalga oshirmoqda biz. Jumladan gaz quvurlarini mukammal ta'minlash 300 metr berilgan bo'lib, shundan 190 metrda mukammal ta'minlaganmiz, qolgan jarayon ketmoqda. 63% ga bajarilganmiz. Bundan tashqari mukammal gaz taqsimlash punktlaridan ikkitasini qo'yganmiz. Ularni 100% ta'minlab, taqsim va joriy sozlashlar amalga oshirganmiz. Bundan tashqari gaz quvurlarini havo zichligida sinash maqsadida kompressor chaqirtirganmiz. Shu bungacha 60% ga qilingan ekan. Oy oxiriga qadar 100% ga ko'taramiz. Kuz-qish mavsumida Ishtixon tumanining xalqini betalofat qishdan chiqarishga harakat qilamiz hamda bajaramiz. Shuningdek, tumanda suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha aniq reja asosida ishlar olib borilmoqda. Iste'molchilarga maishiy gaz ballonlari o'z vaqtida yetkazib berilishi nazoratga olingan. Xodimlar aholiga belgilangan jadval asosida xizmat ko'rsatib, gaz ballonlarini manzillariga yetkazib bermoqda. Hozirgi kunda tumanimizda 56 ta mahalla suyultirilgan gazga moslashtirilgan bo'lib, 40 mingta iste'molchiga gaz ballonlarida o'z vaqtida 44 kun 45 kun oralig'ida yetkazib bermoqdamiz. Tumanimizda remont sexlari ochildi. Nosoz ballonlarda mahalladan qaytgan barcha shu nosoz ballonlarni remont qilib aholiga soz holatda yetkazib bermoqdamiz. Tumanimizda avval gaz tarqatilishi 60 kungacha chiqqan vaqtlari bo'lgandi. Muhtaram Prezidentimizning joriy yilning may oyidagi video selektordan keyin bergan topshiriqlarni o'z vaqtida ijrosini ta'minladik. Hozirgi kunda oralig'imiz o'sha yuqorida aytganimizdek 44-45 kun oralig'ida gaz tarqatilish jarayoni davom etmoqda. Hududga Samarqand gaz ta'minoti filialining tuman va shahar bo'limlarida olib borilayotgan mazkur ishlar aholiga tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minotini bir me'yorda ta'minlashga xizmat qilmoqda.